Assalomu alaykum qadrli Bestin kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 5 ta sifirda bo'lgan suv bilan yuvib tozalaydigan changyutgichimizni ko'rib chiqamiz. Changyutgichimiz asosiy korpus, 2 ta suv idish, biri toza suv uchun, ikkinchisi kir suv to'planadigan hamda 5 xil nasatkasidan iborat. Ushbu changyutgichimiz naq 5 xil vazifani bajaradi. Oddiy changni tozalash, gilamni tozalash, polni tozalash, mebellarni tozalash va hamda oynalarni tozalash uchun mo'ljallangan. Oddiy changyutgich rejimidan foydalanishdan oldin chang yig'iladigan idishga yarim litr miqdorda suv solib qo'ysangiz, changning tepaga ko'tarilishini oldini oladi. Ushbu nasatka oddiy chang yutish rejimi uchun mo'ljallangan. Bularni quyidagicha joylashtiriladi. Ishlatish bo'yicha foydali tavsiyalar. Suv bilan yuvib tozalash rejimidan foydalanishdan oldin albatta oddiy changyutgich rejimi bilan gilamni tozalab olamiz. Oddiy changyutgich rejimi katta hajmdagi gilam uchun mo'ljallanmagan. Foydalanishdan oldin gilam yuzasida tanga, bolalar o'yinchoqlari va shunga o'xshash qattiq jismlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Ushbu nasatka va cho'tkalar gilamni yuvish uchun mo'ljallangan. Qolgan to'rtala rejimdan foydalanishdan oldin yuqori qismidagi mana bu idishni max chizig'igacha to'ldirib olamiz. Orqasidagi mana bu qizil tugmani bossangiz, changyutgichning pastki qismidan issiq havo taraladi va hamda gilamning tezroq qurishiga yordam beradi. Oldinga harakatlantirayotganda ushbu tugmani bosish orqali suv sepib olamiz. Va hech nimani bosmasdan sekin orqaga tortamiz. Ushbu valiklar va nasatka polni yuvish uchun mo'ljallangan bo'lib, nasatkasidagi mana bu rezina orqali polga to'kilgan suvni tortib oladi. Ushbu nasatka esa mebelni tozalash uchun ishlatiladi. Va nihoyat oxirgisi esa oynalarni tozalash uchun mo'ljallangan. Yangi mahsulotlarimiz haqida doimiy boxabar bo'lishni xohlasangiz, Bestinning Instagramdagi rasmiy sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Bestin, oilangiz eng yaxshisiga munosib.